Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldiңlar. Bugungi so'zlaydigan mazmun operatsiya orqali ikkinchi tipli diabet kasalini davolashning unumi bormi degan temada. 90 yillarda va 2000-yillarning boshlarida, ya'ni men o'zim vatanda ishlagan vaqtlarimda ikkinchi tipli diabet kasali bo'lgan bemorlarga odatda biz doktorlar bu kasal ast xarakterlik va bag'ansir ig'irlab mang'an kasal deb boshlanishdan boshlab dori bilan ig'irlashganda insulin bilan davolaydik. Shundaq turibmi oxirgi borganda bu kasalning agashma kasalliklari ko'riladi. Masalan, nervlar va ushshoq qon tomirlarining buzg'unchiligiga uchrash sababidan qarg'u bo'lish, qo'l-putlarning kesilishi, yurak tiqilmasi, sakta va böbrek zaiflashish va oxirida qon tozalash qatorliqlar. U vaqtlarda yemeklikdan parhez tutish va chiniqishga sal qaralatdi. Yevropada yoki g'arb ellarida bu diabet kasalini davolashda oldi bilan shu turmush odatini o'zgartirishni ham chiniqishni asos davolash usuli qildigan. O'zim bu Shvetsiyada oila doktori bo'lib ishlash jarayonidagi tajribamga asoslanganda ikkinchi tipli diabet kasali deb yangi diagnoz qo'yilgan bemorlarni oldi bilan shu turmush odatini o'zgartirishni asos qilib davolash ilib boramiz. Unumi faqat bo'lmaganda undan dori bilan davolash ilib berildi. Turmush odati deganda buningda to'g'ri oziqlanish usuli bilan davomli chiniqishni ko'rsatadi. Men bu yerda ishlash jarayonida nurg'ulon yevropaliklarning faqat oziqlanish usulini o'zgartirish orqali ularning ikkinchi tipli diabet kasalini saqaytdim. Endi burunqiga nisbatan bizning ko'z qarshimizda bu saqaymaydigan kasal degan boshqa odamlar ishongisi kelmaydi. Shuning uchun bugun men bu operatsiya orqali ikkinchi tipli diabet kasalini davolashni bu yerda misol ilib o'tay deb o'yladim. Bu operatsiya qilish orqali davolashni o'riqlash operatsiyasi deb ataldi. Bu Shvetsiyada ig'irligi haddidan ziyoda ishib ketgan bemorlarga bu usulni qo'llanib davolash ilib bordi. Bu bir necha xil bu operatsiyaning turlari. Bu sol tarafdagi birinchi rasmda bo'lsa, oshqozonning taxminan 80% ni ilib tashlaydi. Ikkinchi rasmda bo'lsa, oshqozonni bog'lab qo'ygan. Buning bilan kirgan tomoqning miqdorini kontrol qilib bo'ldi. Uchinchi rasmda bo'lsa, oshqozonning faqat yong'oqdek kichik qismini ilib qilib, uni inch kuchaga ulab qo'ydi. Bu hammasi 3 yilning maqsadi bo'lsa, badanga kiradigan oziqlikning miqdorini kontrol qilish. Demak, bir qatimda ko'p tomoq yeyishdan saqlanish uchun qiladigan operatsiya. Bu bir tadqiqot natijasi Angliyada ilib berilgan. Buningda ig'irligi ishib ketgan ikkinchi tipli diabet kasal bemorlarini ikki guruhga bo'lib, birinchi guruhdagilar davomli o'zining diabetini davolaydigan dorilarni ishlatgan. Ikkinchi guruhdagilar bo'lsa, yuqorida degan o'riqlash operatsiyasini qilgan. Bir yildan keyingi bu natijaga qaraganda birinchi guruhdagilar, ya'ni davomli diabet dorisi bilan davolanganlar, bularning ig'irligidan o'zgarish bo'lmagan, salomatligidan yaxshilanish bo'lmagan, o'z beti turgan. Ikkinchi guruhdagilar bo'lsa, ularning ig'irligi ko'rinarli tushgan va burunqi diabetni davolagan dorilarni bir yilning yog'i asta-asta miqdorini azaltib, oxiri bu dorilarni ishlatmasmi, ularning qondagi shakarning miqdori normal bo'lgan holatga kelgan. Demak, ular
diabet kesilidan şu operatsiya orqali saqaygan. Bu Amerikada elib berilgan tədqiqat bo'lib, buningda ikkinchi tipli diabet bemorlarga tarkibida shakar bo'lmagan kraxmal miqdori nihoyat tuvan bo'lgan yemeklar bilan oziqlantirib davolagan. Muşta davalash orqali necha haftaga qolmayla bemorlarning qindagi glukozning miqdori normallashgan. Muşunga o'xshash tədqiqatlar yaqinqi yillarda nihoyat ko'p elib berilyotidi. Bularning natijasi isbotlandiki, asli ikkinchi tipli diabet kasalini davolash biz burun o'ylagandek undaq tasmi emas. Navoda to'g'ri oziqlanish usulini qo'llanib, turmush odatini o'zgartirsa, necha oy qolmayla diabet kasalidan qutulg'ili bo'ladi. Albatta, kasaldan qutulgandan keyin ergashma kasalliklarga giribdor bo'lmaydi degan gap. Endi operatsiya orqali ikkinchi tipli diabet kasalini davolashning unumi bo'lgan bilan operatsiyadan keyingi operatsiyaning badanga bo'lgan ta'siri ko'p. Asosiy ziyni ilib esam, buningda badanga har xil vitaminlar va mineral moddalarning kamchiligini keltirib chiqardi. Shunga bu operatsiya qilingandan keyin odatda kunda cho'qim har xil vitamin va mineral tabletlarini tablet shaklida yemasa, bu vitamin va minerallar kamchilik sababini kelib chiqargan boshqa kasalliklarga giribdor bo'la oladi. Shunga bu operatsiyaning bo'lamdi yoki bo'lmasa bu oziqliklar davolash bo'lamdi, hammasining maqsadi faqat badanga kiradigan oziqlikning, masalan, yemeklikning miqdorini kontrol qilish. Unda bo'lgandan keyin bu operatsiyani qilmay turibmi, tamog'imizning miqdorini asta-asta ozlatish orqali yemeklikning badanga kiradigan oziqlikning miqdorini ozlatsak, bu operatsiyani qilmay turibmi, operatsiya qilgan natijaga erisha olamiz. Uning uchun biz bu cho'qim operatsiya qilib davolasam yaxshi deb o'ylamay, ham shu oziqlik bilan to'g'ri oziqlanib, harakatni birlashtirib davolash ilib borsak, buning unumi uzun vaqtlik unumi yaxshi bo'ladi. Shunga bu to'g'riliq qisqacha so'zladim. Inshaalloh kelar qatimda yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat.